Hasan Basri rahmatullohning davrida bir adam öldü. Janaza okuldu. Jayga aparıp koyuldu. Üstüne toprak salınayotganchida Hasan Basri jandağı adamdan so'radi: "Ey, ağzına tirilip çıkmasa ne qiladi deb o'ylaysiz?" dedi. Dedi qo'rqib ketdi. "Yo'q, bu tirilib chiqmaydi." Bilen tirilip çıkmaydi. Eğer tirilip çıkıp kalsa ne qiladi deb o'ylaysiz dedi. Dedi o'ylanib olib turib aytdi: "Hozir tirilip çıkıp kalsa, bundan keyin birida namozini qaltirib yurib o'qisa kerak deb o'ylayman." Hozir qarada tirilib chiqib kalsa, bundan keyin ömür boyu da'vatda yurib o'tsa kerak deb o'ylayman dedi. Dedi de Hasan Basri aytdi: "To'g'ri o'ylading, biroq bunda şans yo'q, sende bor" dedi de. O'sha şans hozir bardig'i o'zida bor-da. Bundan keyin birda namozni qaltirbay o'qib yurganga mumkinchiligingiz bor. Bundan keyin har doim da'vatda yurganga mumkinchiligimiz bor. Mechitni abad qilganga mumkinchiligimiz bor-da. Ertang üstüngizga toprak salinganda men desangiz bo'lmaydi. Men tayyor